Voy. Qanday ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshimi? Salomat tudingizmi, Tahrir? Ishxonalar o'zgarib. Siz chochlaringizni tushirib o'tdi. Qarayapsiz tutdi. Ahvolingiz yaxshi. Salomat tudinglar. Alloh tinchlik. Bu nima qilamiz? Mening ko'nglim bizning o'ylining yerlik mahsulotga qarab. O'tganda qirliq stakan nashr qilingandan keyin jamiyat shunday g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Gez jurnallarimi maqtab yozibdi. Buni sizning nomingizni e'lon qilinganligining natijasida. Bu tuxum to'g'riliq bir hikoya olganmiz. Bir bola ekan, nayti qizlarni qo'g'lab yuradigan bola ekanda, shuni ular buni qizlarni qo'g'laydigan kesilni saqaytman deb ota-onasi o'ylab qo'yibdi-ku. O'ylab qo'yibdi-ki, jimiqib ketibdi qarab. Jimiqib ketib, bir mezgildan keyin buning ko'ngli kesil qo'zg'alib kelib qarab. Shuni ular yana bu ko'chaga chiqib qizlarni qo'g'laydigan bo'lib qoldi-da. Bu qopga xotinni o'ylabdi-ku, o'ylab qanday qilsam o'sha olani bu erimni deb shuni ular birna tuxumlarni pishirib choy vaqtida oldirib jilavani qiz qo'yibdi-da. Qiz qo'yibdi-ki, shuni ular maqaram yo'ldosh bundan so'rabdi-da. Nima ish kerak tuxum pishadi? Bu tuxumni nima ish buda rang ekandan debdi-ki, ayol qo'pib shuni ular. Ahmad, bu tuxum degan rangdor o'g'ini bilan ichidikisi o'xshash. Sening yaylig'ining uning shakli emas, ichidikisi deb qarab. Nimalar deb ketdim. Faras, siz mening turmush ishlarim to'g'riliq biringizni so'rab qo'ymidingiz-a? Berish kelishib, o'sha kelib ketib og'inib qoldik. Bir haqiqatan mening turmush ishim to'g'riliq bir ahvol so'rayman demaysiz siz, Tahrir. Yaqinda shu boylar ko'payib ketganning yo'qmi? Bu ko'chib tulg'utlar chiqib ketib qarab. Men azroq pul tepdim. 3 ketim xotni, 3 ketim qo'yib etdim. Yaqinda yana bir asar yozdim. Mushumi o'zingizning nomida bir e'lon qilib berasiz. Bu Çamikan'ın hoylamga qachon, qaysi oyning qanchinchi kundan boshlab paydo bo'lib qolganligini o'zimni bilmayman. Ishqilib, bizning bu cho'ng qoroda har yili to'xotiman degan kam bo'lmaydi. Ba'zida qo'shinlarning to'qollari bizning hoylarga kirib tug'ib qo'yib, ba'zida bizning to'qollarning qo'shinlarning mangan xonasiga kirib, qo'sqini bo'shlab, qaqaqlab chiqargan chaqlarim bo'lib qoladi. Ayolimning g'alit mijozlari bor. Paloni ekan kuruq qopti deb qo'lig'iga chiqqan tuxumlarni yig'ib ekib boshlab berdi. Bir kunlarda tuxumdan yengili chiqib, chiqildab yurgan chujilar qaysi bir chaqlarda qarsangiz yo'g'olib to'qib qoladi. Ularning ichidan qora, qizil, chipa, turpanning, to'qsunning, xunanning, xinanning ish qilib, odamning xiyoliga kelmaydigan bir yerlarning xilma-xil rangli to'qo'llardan hammasini topib qoladi. Xoraziri bo'yinlarini so'zib chillasa, mikyalari bas-bas tug'ib, bo'yinni avatlashtirib yetadi.
Mening iliq Aqpo'ruzim baqo, Amerikadan kelgan, Amerikadan yana andamanda emas. Iliq Zungtonglar o'tirib qopadigan yer baqo, Aqsaray. Shuning yendiki qo'radan tuxumdan chiqqan. Burun qilib egisi baqo, yilda bu qo'razning tug'ilgan kunni o'tkazib berdi ekan. Day Zungtongning vaqti bo'lib qolsa, bu xotirlash o'rniga qadam tashrif qildi ekan. Haqiqatan xos bir Zungtongning ayoli bu qo'raz omroqliq tutib ketadi. O'z qo'lim bilan bir dansib biray deb shunda o'rniga turishiga ehtiyotsizlikni ko'ngilga dastlab selib axborotni oldiga mullaga ketdi. Shuning bilan Amerikaning cho'ng kichik gazetalarining hammasiga xonishni molla qatqizib o'tgan qo'raz deb cho'ng xatlar bilan qo'razning suratini chiqardi. Nurg'un kishilar bu qo'razni ko'ramiz deb Aqsarayning atrofini qalayimqonlik qilib turibdi. Keyin Zungtong nurg'un pul bilan bu qo'razni ko'zdan yo'qotish uchun yiroq bijak poli o'tinglar deb buyruq qildi. Bizim hele Aqsarayning oldiga kelib tuqqan bu qo'raz yaxshi qo'raz ekan. Agar palaydigan bo'lib qolsanglar, bizning Jungodagi tuqqanlarni qurusi palanglar deb mening adresimni yozib beribdi. Shuning bilan bu qo'raz mening qo'limga chiqqan. Mana. Hey, senin bu tuqqaning Aqsarayning oldida do'g'atchilik qilamsan? Ya, do'g'atchilik qilmaydi. Nali sug'urib, nali qarqaqib nali. Nala? Gapim ishonmayapsan? Men qara, u Aqsaray deganning ichiga bor-ku, dunyoning hamma yeridan o'tpashdek isil gilamni g'ayab. Lekin nalliq oyoq bilan bor-ku, kirishga bo'lmaydi. Ha? Ha, mana hozir. Shuni bizning ayliq tuqqan bor-ku, at deganda qo'pil degan. Ambu bo'l qo'llarini ilib, Aqsarayning oldida o'tirdi. Shunda fuqishmasdan nalliq oyoq bilan kelib qolgandim. Nalisini tatib, niqsini sug'urib, ikeklab tuzlab, bular qaytganda hammasiga o'ziga almashtirib o'tmay, qiyiqchal yo'lga sap qo'ygan. Men bu berib ko'midim. Anlash qaraganda, u bizning tuqqanlarning oldida cho'ng davlatning boshliqlari qator o'chib turib ketdi. Bu chet davlatlarda ajoyib qiziqishlar bo'ladi. Hey, bizning ma cham ekan alomat tuxumchan chiqib qoldimi? Mama. Hey, bu mo'yinda tug'di. Bitaroq. Lekin qara, bu ayolim qiziq suv, qaynoq suvni baqqashqimi? Bir kunmi tuxumni to'xtab qoldi qara. To'xtadi tuxumni. Chatni o'zto'qlikdan bu. Hey, jira. Çayni mı tayağı qilib Rahmat. Men bu yerga kelib, ayolim pul aytman degan naqshim pishib qoldi. Hemşire. Jumas bilyapsiz hamsa. A çayni gapini anglab, pul aygin gap qoldi. Shu emas. Emirjon, undas ma'qul, ha? Kelasan. Bak, kechirma. Ma'qul, xo'sh. Ha, ma'qul.
Oy, geldiniz mi? Nimde bu işki koltuğu niye aldınız? Akmak vatan. Birisi senin gelin yaydıgını. Birisi tokulduğunun gelin yaydıgını. Oy. Daya tova. Bu resme kurazgıl aynı tuğdu. Şu bir kısmını oturduk mu? Tova. Bu tokunun işinin erkekserdik var mı? Vay koyguna vay kosuğuna vaygına. Bana. Vay. He? He? Sen- Ne dedi? Ma çatoğu çıllar atıdık ha. Nime? Zavallı kurazçınız şumluğun tileydi diyen gep battı. Kudayım. Evet. Neymiş o? Olar çılısı şumluğun tilse. Bu mekan çılısı ne bulup gider? Şundayım he. Kudayım. Selamünaleyküm ya hanıma. Aleykümselam. Gel balam gel. Bunç geçti kep katsan o. Tamam da işte. Mene 6-7 mekinim battı. Arasında şunda yaxşı tuğatkan bir çam eken battı qarab. Bu tuyuqsizlar xo'razga o'xshash qiliqlarni qilib, xo'razdek chillaydigan bo'ldi hanıma. Bugun Zovolda xo'razdek chillab yurdi. Bu xo'raz chillasa Zovolda yomon bo'ldi degan gap bor. Bu mekanchilik nima bo'lib ketdi? Mundaq degin. O'tira balam. Nimish qo'yib turasan? Bir zamonlarda Tekinboy degan bir kishi o'tgan. Hozirgi mushu 3 yezining yerlari tamam shu odamga qaraydi.
Hekimbayning Zurdun deb bir o'g'li bo'ladigan. Mana shu o'g'il 20 yoshga kirgacha soqol burutmi chiqmay, keyin ko'ksi yo'g'inab qizga aylanib qolgan edi. O'g'ilning qizga aylanib qolganligini men bu cho'nglardan anglagan. Qiz bo'lgandimi, qandoq qiz demansan? Tozima qabul, qosh ko'zi joyida. Bir qarabla har qanday yigitning yuragini o'yintib etadigan qiz bo'lgan edi. O çağlarda bizning qiz vaqtlarimiz. Yoz kunlari qizlar to'plashib daryo bo'yiga suv cho'milgili boratdik. O'g'illardan o'zimizni qochirib, daryoning xoli yerlarini tepib cho'milatdik. Heli qiz Zurdunning qiz bo'lgandan keyingi ismi Zo'ra bo'lgan edi. Umu biz bilan billa suv cho'milgili boradigan bo'ldi. Uning yalang'och badanini bir ko'rib beqishqa hammamiz qiziqatdik. Lekin Zo'ra kiyimini zotili sog'li unimaydi. Bir kuni biz maslahatlashib Zo'rani daryo bo'yidila o'g'lash-cho'lash besib oldik. Ikki-uchimiz qo'lini mahkam tutib turdik. Birimiz ishtirni tatdik. Doğru. O bichora biz shundoq qiladiganimizni tanlab qolganmi? Kunning shuncha issiqligiga qaramay ishtonni qo'shlab kiyib olgan ekan. Ishtinni soldirib bo'lganda bir yulqinibda ostimizdan turib ketdi. Shundan keyin biz bilan zodil aralashmaydigan bo'ldi. Keyin Hekimbay Zo'rani o'zining bir ishlamchisiga nikoh qilib berdi. Bir obdan xotin bo'ldi. Shug'inisi bechora tug'madi. Erini shuncha yaxshi ko'ratdi. Erini oyoq, uyni, talaning hamma egri yenik ishlarini o'zi qilib tugatdi. Rahmatlik bir kuni etizdan bug'doy ekvatganda haru besib elib o'lib ketdi. Rayhan mama, mening chomikinimning xo'roz qaynilib qolgan ishini bu qanday shub ketdi, shuni bir so'zlab turing. Bumi bir qiziqli ish bo'pti, balam. Xudoyimning xilma-xil karomatlari bor. Mushu zamonga kelganda ukol degan bir narsa chiqibdi-dak. Uni to'la sog'ilsa, odamni yo eramas, yo o'yal emas bir narsa qilib qo'yadigan deb anglaydik. Hozirgi odamlar bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga olib ukol soldirgan bo'lib oldi. Shunga hozirgi yoshlarning qaysi qaysi oyalligini ayirib olg'ilimi bo'lmaydi. Sen to'qolringga ukol soldirmagan bo'g'etding. To'g'dan Rayhan to'qog'im ukol soldiramdi. Shu chomekiningni yevetib qutulman sen balam. Rahmat Rayhan mama. Men mamay. Yana birdan o'tirib mamamsan. Bo'ldi. Ey. Qara. Sen kecha to'qoni so'yib bersa, bir to'qo ko'rimiz qilib bersa, talag'ilgim chaqirib, bahs qilmaydimi? Sizda yurtgansiz Osmon. Bu bir to'qo nimaga yetadi? Bo'ldi qiling.
acaba ne çıkara? Evet, bro acaba kömek biçim var mı tuklar? Xo'roz emas. Men senga hep tanglab bergan chob ekan shu. Oh, qildim xudoyi. Nechiyondi? Xo'roz o'q qolgan bo'lsa, 1000 so'm berim qoldimi? 4-5 so'mga yarar aka. Buni satamla. Ha. Nima qilgan sotma. Nechik pul? Ha. Heliqi 4 chungamning rasmi bor qog'ozning birini bersangiz. Sotma. Ve muş toxunum 100 qo'yib satamchi? So'qshalamdi. Ha. Bu mening o'yim chat jonizda. Buninglar so'qish kerak. Xo'rozmi yo'q? 100 so'm deganga obdan bir to'qlayverdi. Satqon bo'lsa qirq gap qilmamcha. Bizning mahaldagilarmi 100 ko'm talashgan. Endi ko'z oldimda so'qishtirib, uvoli qolmay deb bazaga kirdim. So'yib yeydiganlar bo'lsa, azalak satsam bo'ldi. Oy, oy, oy. To'xtattirma aka. Mana shu qapat ishxoning bo'ladi. Vay üstünde bir tane değil. Qarang. Vay üstünde bir tane değil. Ben yaman koyacağım. Qarang. Kaçtım abi. To'xtattiring, gel. Ben yaman koyacağım.
Yusuf satamsi. Güzel yakışan bu satamla. İnsan sattın mı? Aldığımı taraf tuğan bilen şatat. Şöyle çıkartıp bizimle karşımızdan çıkmak. Belki tut. Şöyle çıkartıp Hey, 500 dedin mi? He 500 dedi. Çapının evat etti xo'roz tujik bo'ldi. Naqsana pulini. Pulini andak xo'roz emasligini ko'rding ku. Hozir yanchig'imda aron 100 so'm bor ekan. Ama 100 so'mni yeb tura. Qolganini o'yini ko'sib qo'ygan. Voy ma. Teping nimada qiziq? Hey, qarz yo'q odam. Sen menga o'yingni ko'rsatib qo'ymay, mening sana ko'rsatib qo'yganim qiziq-da. Hey, bu to'g'on akassan. O vaqtda ben seni nereden tapmam? Hem bana 100 ko'z zakalat bo'ptisan. To'ysan obir bergan chog'da sug'urib. Xudoyim. Buna Hey, aka. Yüzü pulun aka. Bak, yürü. Osman, şuna uykunum sen. Qaytib keldingizmi? To'g'on sotmabsiz-ku? Setettim. Chiqish kuniga kelib, qolgan pulni berib ayttirgan bo'ldi. Ha. Voy. Kim bo'ldi? Bak to'qim oyoq tushib ketdi.
Selamünaleyküm aleyküm. Hiç bakayım aleyküm. Kimseye kurak sevdi. Mekiyan çok ey. Aşağıdan atma. Yak koygan kızlarını şu. Eserli. Bir kere. Ha. Hey! Tamam. Tokun erkektin kemidi mi? Ha, boptular. Zaklat pulumu menin da. Tokum menin da. Kems na. Oy, niga kiraymış ya, urip ketsan o. Kira? Ey, çargızdın nereye bire endiki kiray? Oy, o iştuğumuza seni tişlep aldan kira. Vay tişleydiken, ağabeyim bilik balamını koğlap, yürükken attı. O tekçiciğine oturdu değil mi? Oy, aşağı yaptım ha. Atiye men darvazani oldi o'tlasam, Merat uşaq balalarning ayrimini qo'llab yurgini oldi. Shuni olay men uni yondirib chiqdim. Muş Mekiyan mı? Oy, Mekiyan, tuxum tug'atgan Mekiyan. Bu horoz bulup şeydi bu. Oy, ne bo'ldi ekan tam? Tojlar ko'tarilib, bir qism bo'lib qolibdi. Kira, bo'ldi, o'tir, tomoq yeb. Moyoq keling, menjan jo'ziq keling. O'tir. Hoş ben öz bala tayyorluk kılgam. Bu ançoviç Mekiyanlık mandamda sana söylendi ya. Bunda buldu. Evet. Hoş geldin. Burada batalım sen. Hoş geldin Zafer. Men chiqdim demam sen. Akılaymayacağız. Ha, bak. Ya tamamını açmam sen.
Bu yüzünde çok ilgen ha. Müzik çok ettim ha. Kalk bu kadar. Su yüzümünde dokunan. Çekişler bu ha. Ne bu ha? Geçmezde bakın buna. Ha bakta tokuysun. Bu yüzünde çok ilgen ha. Müzik çok ettim ha. Kalk bu kadar. Su yüzümünde dokunan. Oh geldi bu kadar. Ya biz dokun ne dedim? Dokunun izle. Nasıl dokar? Ana itimiz ne bu? Ve yapma. Ben senin Amerika Aksaray'dan ekledim peklinip düşsem. Kika işine. Git sen koku bekle dallarım. Kudayı. Vay! Sen giden! Bu işin bokunu kalka sana. İşte altıma! Vay ülküsü zıt bakmaktan boynağını zıtmaya gitsin. Nerede pedalınızı bu sana? Vay kim la? Vay bize kıra. Sol da. Oraya sürgün yok. Ben çıkar. Bu elim burada hap görürsen bu. Hapım ben şu.
Eliq sartoqani xo'rasa mekan deb qasam qilyapti. Sening mekanlaringning xo'roz qo'layga unur ekan-a? Ya men sana tushundirdim-ku, necha ketim. Bu burundan tuxum tug'yotgan mekan. Bo'ldi. Bunday gaplarni uchun shamol qildi. Xo'roz desam, mush imin talishidi deb mekan deb qo'ygan degina. To'q hozirga birib, to'qishtirib mazoq sog'inig'im oldim. Elbette sen bizni qo'shni bo'lgan ekan. Ma to'qni sotilgan bo'ldi. Olamiz ammamsa deb qo'ydigan yering yo'qmi? Hasanga pulni men seni yamandim ya. Sen degina, bozor ne chiqildi? 500. Bo'l, 500 so'm mendan ol. Oy biraylar zaklab turib qo'yib ketgan. Yoki bu to'qin akatmi? Bo'ldi. Anladım. Biliq zakirgan qimovat 100 so'm pulni qog'ini topam hamma paloq tutdi. Vaqti ekanmigan ki pulni qaytirib et. Ay vaqti satomamda. Umma sende kim bo'ldi? Teni olmamsa. Vaqti texim satomamda. Abla xatgar. Ey, men kelemasin de. Aşı vurdum çüyücü vaxtıda men üç qo'lim bilan tanlab bergan juma. Nima? Mana. Bunda unutib qolasan emasmi? Bir kuni mana mishada. Qallangni sangiltib, yajib o'tirapsan. Mana Osman nim buldum? Xiyal besotdigo dedi. Nim xiyal desa, bu turmushning uyg'onmamda dedim. G'am deydi. Bir o'tdan o'lachimo yeringa kelishtirib, bug'doy qo'noq terib oldim. Yandimi g'am bu? Go'shtni qilmamda dedim. Men, hey Osman, bu go'sht degan biznesini yagites bo'lgan bo'lsa, yerlaring hech kim termay, go'shtni terib olading-ku desam sen. Voy. Unda bo'lgan bo'lsa, yerlarim tugul, bu qo'rorimga terib oldim dedim. Shu orliqda ikkaylarning aytib ko'tarib, tushib ko'tarib, mayoq etakdi. Oy Osman, mana. Go'shtga ikki tutab oldimiz keldi. Tüyücüden 10-20'ni setip alsan go'sht degan şunmasmi dedi. Sen qini deb ishning topsini qaqib o'rningdan turdim. Ey, tüyücüni satamsa deb to'ldim. Ular apkashni yerga oldi. Ikkimiz berib qarasak, tek seniq tukidan arilmagan tüyücüler çık turibdi. Danisi bir qo'y dedi. Men so'rnishib o'tirib 80 tiyindim tutishdim. Ana Osman, hozir bu vaqtda 80 tiyinga nim beradi? Maningda onun için bekib qo'ysang, cho'ng'i so'yaysang go'sht, tuxum satsang pul dedi. Sen yanchiqlarini tepishtirib, onun için cho'j oldi. Endi o isim kelganda Endi o isim kelganda Xudoyim. Ve mama sana mama. Oldayma. Uy, ne dost aklım kiroladım bak. Ha, şu çak men suratdan aldın oturab, birdim yaxshi chuyjini tanlab berdi. Şu men tanlab bergan chuyjining ichida birisi bir yaxshi o'ral chiqib qolgan. Men tanlasam bersang setilmay, haqning pulini qaytarib bersang setilamdi-ku. Ey, oshda ishlam bo'lganmi? Faqat ism yo'q-a mening. Sening o ism yo'q. Ey, Eminjon, menda qo'ysin. Senmi xapimma qara. Ile saklab qo'yib qo'ygan balni bugun bir saqlab baqay. Kasa akta. Agar bugun kamisa, at necha pul versang berib, ashna bir achkita uzan bu zerikdim boshda qo'din. Uy bu ishqala ko'chada o'tirib nima deyishyapsizlar? Uyga kirib qaranglar, uyga kirib. Chiringlar. Sağ qo'rqma. To'qodimi qo'rqamdi? Ma'qul. Shunda bo'lsin. Ma'qul bo'lsin. Oshda bo'lsin, ha? Ma'qul. Bo'ldi. Nima ma'nodan undasi Eminjon? Rahmat.
Ay Rayhan olmay degandek bugün az so'yib yeyversan bo'pti-ku. Әсілен оқытып қоймағаннан қарап базар кешіп қалады бұлдан. Hey! Bak çağıraz kene. He? Koydum. Ne ketken o? Tu. Estağfurullah. Bak Kur'an yok hem de. Hey, bak mı? Yok. Yok düşün, tamam da. Mincan! Vay Mincan! Vay bana! Ya Osman etiğin biraz sık olsa sen kuraz bezgan buldun mu? Vay çağıraz yok! Yok. Oy. Allah sen. Qara atganni ho'yini avaz qildirgan qo'raz. Atgan qolsam yo'q turdi, o'g'radim ketsam darvoza taqaq turdi. Shuni bilan ichidan o'g'lan tomda atilib tushib ketdim deb izlab kirishgan. Oy hamza ketma. Estağfurullah. Ne ketkendi bu? Tu. Çok mutlu. Estağfurullah. Yeliq yigit bana 100 so'm zaklad yurib qo'yib ketgan. O kez pulni hashlab bo'lganda ya pul yo'q ya to'qi yo'q. Ha rost. Nima zaten yuttum, zakat ettirib
Yan kuvvetliye Davut'tan. Şu hükümet ettim ya. Şundan mı kılamam? Hiç mi yapılmaydı lan? Hey! Lan. Ben sana desem, bu kumavaz hazır pek terak gelişip gitti. Kimden nerede o taraf vurdu olsa, kol çakkan, onu kuyruğu tutup olsun da etkili olur. Meni alıp Akboruz'un öz ortadan tam tırnoğuç olur. Ha, yana elik amirtlik toxuna gitme. Ha, şunun yinkege vakti. Bir yaz, bu hazırda bunun çıkıda horoz yok. Kumavazının kızını rasa kızartı öttü. Allah. Daya tuva. Ne erkeklendi bu? Ha. Ha. Bir gün uydu yatsam, böyle traktör gibi avazdan anlık kaldı. Yürüyüp çıksam, patang değişik uçuk. Toku yok. Birisinin Kuloviş'in talağı pak uçup kettiğini anlık kaldım. Yürüyüp dervazı içip karısam, oğru aldığımda yürüyüp ketpardı. Yürüye hiç yetişemeyim. Şunda ayağını silip düzenlice bir yürüyüp gitmem. Oğru da iş gitti mi? Düzenmezsem oğru yok. Akım karsam oğru minik oğlan filizipten. Tam bunu bu yanda aldım da tutsam yaşlı bir şuam. Şak işkili koyam. Akardı bizim orazı falan böyle aldı. Dayı. Sen mi şu? Yüz göze kalep verdi de oğru uyan kötü koğanken sen mi Ahmet? Bir narsa alamsiz? Ben de bıçak orası ağır gittim. Ha, tez koy. Osman emechkin oyoqni saqlab chiqib ketgan qiyin uyga kiraylik. Bizning qo'shnimiz Eminjonmi kelib keldi. Kichkina oyoq Osman Ko'nglanma olib yerim qilma. Kepilib qolar. Maqal Kemidan go. Xo'sh. Abla. Endi keldingizmi? Bak İmincan degan qo'shnim necha qitim so'rg'a. Sizni zaklat yurib qo'ydi deb sotmaganti. Qarmamsiz. Atganda qo'yib qarsam, oqshom bato'qi hech narsa yo'q. Sizda İmincan bilan bamiga yerim qamidi degan. Bo'z men aviyatni deb tushundirib qo'yaman. Bu xo'rozga tufodurdi ko'zda keldi. Ko'nglim tuyib qolgan. Kampini topolmay bir necha kun palakshidim.
Yaram ikki xo'rizim bilan yaxshilashtirilgan ishtimni setib, arata shu pulni kemintib ekan. Yarata Eminjonga qo'shnilar o'g'lab ketdim ya. O haqiqatdan bunda qilmaydi. Yunson bu yaradigan xo'rozdida. Voy o'ttamay. Ma'qulsiz, ma'qul. Ma'qulamsa xo'sh. Ma'qul. Hey. Zakat qilmagan pul so'rdim-a? Yo, men sizdan so'ramdiki debdimi? Hey, bak xo'rozni ming so'mlik xo'roz deydi. Bizning xo'roz rost ming so'mga yaratdimi? Onu to'qoni kim olgandi endi? Osmon texnik xonadonmi? Bunda jelib o'tiraversangiz baribir o'rniq kelmaydi bu yetib uxlama. Bo'ldi, sen uxla. Sen yaxshi qilsang shu ish yo'q. Aylık her yaşayan bir günü toku üyde müşkül katılığa yırmadan bilense. Qaysi yılmaza? Aylık şehirlik strategik terbiye meydanı ki. Ne buldu ya? Vay aa.
Koydum. 15'te yok. Şükür, kandan bana sana şükür. Oyun başladık ha. Ezgi tutun Ezgi hey. Kendine durma. Kendine durma. Rızkı tuya ya da. Hozir bu qo'raz har yashab necha ming so'mlab pul tepibdi. Men u shu qo'raz deb o'xshatdim. Ana yaxshi o'zingga to'lib boqay. Kendinize durun ha. Kendinize durun ha. Bu Qo'raz meni qursin-ku. Qanday sizning bo'ldi? Jo'datamsan nima? Qanday sizning qo'raz? Shu meni o'g'andikan, shu meni o'g'lidi. Sizning emas u. Biz kimning o'g'lidi? Kendinize durun ha. Qanday Sabirjon! Sabirjon! Bak xo'rozdek chiqyapti bu yerda. Sabirjonga ashu. Yo'qmi? Qurbilmish tantarbiya maydonininki chilisi ekan. Hozir men shuni ko'tarib kelib qattiq ayib beribdi. Bu qimmat tutgan qizdan boshqa bu piramidlar necha ming so'mlab pul topdi ekan. Shahar necha yerda uy bor ekan. O'g'il oshkora ko'tarib o'tni olamiz.
shu. Ha, nima gap? Men Malqorazni taniyapman-ku. Bu xo'rozni tanig'ansa. Bir ikki oyning biri mush bozorni so'rab, minglab pul topatgan chaqira shu. Hozir buni kim tanimaydi? Bu mening qo'rzim. Sening qo'zing bo'lsa, mening qo'lim qanday o'tib qoldi? Voy, sening qo'lingga qanday o'tib qolganligini sen o'qimasan, buni men nereden bilaman? Ish qilib bir kechida o'g'lab chiqibdi. Hey, o'zing so'zla ha? Sana o'xshash qing'altoqdan 10 yil satayotganim bor. Amdilikda eshitish, sening qo'rzingni men o'g'ratdimanmi? To'xta. Gap meni qo'ysin, ha? Men sizga o'g'il dedim. Birisi o'g'lab sizga satgan bo'lsa demoqchidim. Hey, ilohimma, bizning mal chaqirazni bugun biz kelib, mening qo'rzim deydi-ku. Ha? Bundoq gapmi? Ha? Hey, bizning adamlarimiz turpandan kichikpanni ko'targanda ko'tarib akagan tursa. Sen turpanliqmi ya? Men turpan berib baxmagan. Sening qo'rzing turpan qanday berib qoldi? Endi sizlarning odamlaringlar birisi apirib o'g'irlab sotgan bo'lsa, shu yerni akeldimi deyman, ha? Allohu akbar. Mana meni qo'shnim. Ishonmasangiz, o'shanda so'rab ketma. Gapla. Rost. Eski bu rost. Og'inamning itdi. Kechida yo'qolib ketdi. Bey. Ekbercanma. Ben Sabrican. Bugün bir sikili bazarın ait kalayımgan kıvattı. Siz de gelin la, çakkat. Fabrika. Kadar valan, kadar. Sen bazarını kalayımgan kılsa? Ha? Ben bazarını kalayımgan kımıdım fikam. Bana qo'raz asli meniki. Qo'lim qo'shniimning mana hammasi fuqidi. Qanday bo'ldi? Shikoyat qildim ekan, tuyuqsiz bir kechada uydan yo'qolib ketdi. Bizda kasam hozir mana mayada turdi. Shu vaqtida tatib o'zim baqqan. Burundan tuxum tug'dirayotgan mekantevka. Keyin qo'raz aylanib kelib. Kimni rahmat qilsa? Mana. Sen nimancha ahmoq? Nimda bu mening qo'rzim burum hikoyatdi, ko'klaydi. Kim qo'raz aylanib qolgan deb sizda? Saqlan olding meni hasba qildi. Voy, hukumatning odamlaridan yolg'on gapirmayman. Bu rost bo'lsin, bular seni gapib ishlaydi. Sen Amerikadan kelgan qo'rzimni gapi kim ishindi? Hiç aklım yetmedi de. Bu çağıraz qanday qilib bu Sabirning qo'liga tushib qoldi ekan. Sen bek sadag'ina Juma. Hozir bu qimavozda taraqqiy qilib ketdi. Neydi kimning obdaraqning g'urzi olsa, qo'li chaqqan, o'g'ri pul yurib bo'lsin, o'g'il tikiladi. Men dedim-ku, sen huzbu zakalatgan zakirda to'qim bir gap.
Cihandan nimeler yakşar. Oy tabini oyun. Oy bey o tabinanına yakşar. Opası yok kırındaştan. Opada aşına yakşa. Oy aşına yakşa yo. Yemiyorum acıyor. Mal kaşın olsun ya. Şapkası mı? Erbican? Ha? Ha bunu buldunuz da. Hani mal ver. Bunda Sabırcan çapraz elip kıştan oynab ketdi. Hakikaten turpan kıvırıp neçe bin so'm uçuyordu. No'g'am xo'roz payt. Va, payt qilib Payt tuvansa, xo'rozni payt turdi-da. Neri turinglar? Nima bo'lish olsa, net turinglar. Bunlar ketdi bu. Bu xo'roz to'xtamay qishlayotdi, hech kim yo'q qoldi. Sabirjon tuzlab bu xo'rozni o'ltiribmanmi nima? Shundaymi? Bilan ko'rashga bu.
Üzengimi az. Oraz olaman deb sağınım yo'g'anchilikdi. Siz katak tetib tuxumini tuqqan bo'lsam, sana mushkul yo'qdi. Ha. Nima bo'ldi? Senin mushunchalar git aytib atgan. Mening aşı chag'orzimg'u. Ha, Xudoyim jojongni bera. Sengara tambal kadar. Allah'ım kimistayım bal kadar. Vay yakşına yaydı basa. Geliyor vakfa. Cennet Beşin dayalıklasam sen? Ha, bu işler. Üç-4 yerde boş tayyorlik qiladi. Bola tug'ilmay turib, bir narsa tayyorlik qilolmaydi adash. Ya o'tir. Ayağımı bir yoklatıraya da beş çol tekmezdi. Ulanın şürgenim teyak top ya. Hey. Ha pazardaki kızıkışını aldın mı? Nima qiziqishni? Yelak çarı oraz rast mikiya çıkıp kaptı mesma. Nima? Hey. Ben sana o rast mikiya desem ishonmayotibdim. Ben rast mikiya qanday qilibdimi? Xudoya to'g'ri. Rast mikkasi. O qanday mikiya qanday qilibdi? Uni bir kuni bir soqashqa sotgan bir g'o'razdilar. Soqashqa unmay, to'kini yerga tiqib qo'yiblar. Hech qanday amal qilmam. Sabrining yuzi chiqdi dedi. Ashadil g'artdir bo'g'izi. Uyga kirib qonni yasa ishidan bir sop tuxum chiqdi. Ben dedim, yelaksan 100 göz zakalet egen Zakir, oğlunun şirketi etsem işenmedim. Hey, to'g'ri Zakir o'zi o'g'ilibdimi? Ishqilib men ko'rmadim, shu qarni yag'ayat umut baka. To'xtab tur bo'yvachcha. Xo'roq tug'sa Güver tukuldu dedi o. Hey, bu küçücük
Göher olsa çişimde süzüp olay dep aşköz sabır ağzı şunda aprıtka orta girdi öteki. İş bolapla bijan bolup qaptı. Hey, o qanday bo'lib qopti? Xudoyo tavba qildim. Ey Nijar, sen yana hikoyani bir to'qimagansan? Ya bu sıra tek ismini o'zgartirib o Sabira edi. O daraq bir açıq tek olaydı. Kızıl pekap oturab, şemşe oynayıp yürmüş. Xotinlarımı xetlenip uylar ketipti. Balları miratlashib shu qo'ydi. Eyvun! To'xtattiring hocam. To'xtattiring. To'xtangdayman. To'xtang. Sigaretga bir qiz gapim bor deb nima qilasiz? Qaçmang. O'qilib o'ynaysiz. Oh, şu yey. Xudayım. He, nem bo'ladimiz? Kim qotang munek yaptın? Aslida chor to'qo deb yozsam to'g'ri bo'ladi. Bu to'qining yoki mekiyan yoki xo'rozligini o'zim aniqlamay qoldim. Qani, yozganlarimni o'qib bo'lib, chor xo'rozning jinsi ayrimiz haqida o'zingiz halol bir narsa